Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Vaqtingiz juda oz qoldi. Bugun men sizga shunday muhim ma'lumotni yetkazmoqchimanki, agar uni 5 mayga qadar ko'rmasangiz va tegishli choralarni ko'rmasangiz, hayotingizda jiddiy moliyaviy muammolarga duch kelishingiz, hatto mulkingizdan ayrilishingiz ham mumkin. Bu ogohlantirish mutlaqo har bir fuqaroga tegishli, chunki u sizning mulk huquqingizga bevosita aloqador. Bu shaxsiy mol-mulkingizga, uy-joyingizga, yer uchastkangizga daxldor bo'lgan juda muhim o'zgarish. Minglab odamlar bu haqida bilmay, katta sarsongarchiliklarga uchrashi mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling va hoziroq ushbu kanalga obuna bo'lishni hamda videoga like bosishni unutmang. Bu video qanchalik ko'p odamga yetsa, shuncha ko'p fuqarolar ogohlantirilgan bo'ladi va o'zlarini katta muammolardan himoya qila oladi. Muammoning mohiyati shundaki, mamlakatimizda mulkchilik munosabatlarini tartibga solish va kadastr hisobini yuritish sohasida tub o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Ilgari ko'plab fuqarolar o'zlarining yer uchastkalarida yoki uy-joylarda ruxsatnomalarsiz qo'shimcha binolar qurishgan, ayrim joylarda yerlarni o'zlashtirib, noturar joylar qurib olishgan. Ba'zi hollarda esa uylarni sotib olish-sotish jarayonlarida hujjatlarni to'liq rasmiylashtirishga e'tibor bermay, faqat notarius orqali oldi-sotdi shartnomasini tuzish bilan cheklanib qolishgan. Hatto ba'zi fuqarolar o'zlarining meros qilib olgan mol-mulklarni ham kadastr hujjatlarida o'z nomlariga rasmiylashtirmay, yillar davomida shunday yashab kelishgan. Bu holatlar ko'p vaqt davomida jiddiy muammolarga olib kelmagandek tuyulardi. Kadastr idoralari ham umuman olganda bunday noto'g'ri binolarga nisbatan unchalik jiddiy choralarni qo'llamas edi. Ko'pincha fuqarolar hatto o'z mulkining texnik pasportida ko'rsatilmagan, qizil chiziqdan o'tib ketgan yoki umuman noqonuniy qurilgan inshootlar uchun ham jiddiy javobgarlikka tortilmas edilar. Biroq bu vaziyat tubdan o'zgardi va hozirda mulkchilikka oid hujjatlarni to'liq tartibga solish bo'yicha qat'iy talablar qo'yilmoqda. Endi esa ahvol butunlay o'zgardi. Davlatimiz mulkchilik munosabatlariga juda jiddiy e'tibor qaratib, bu sohadagi barcha kamchiliklarni bartaraf etishga kirishdi. Raqamlashtirish jarayoni doirasida har bir fuqaroning mulki, uning chegaralari va undagi barcha inshootlar kadastr agentligining yagona elektron ma'lumotlar bazasiga kiritilmoqda. Endilikda yer uchastkangizdagi har bir inshootning qonuniy yoki noqonuniy ekanligi kompyuter tizimi orqali aniq ko'rinib turadi. Bu o'zgarishlarning asosiy sababi birinchidan mulkchilikka oid nizolarni kamaytirish, ikkinchidan noqonuniy qurilishlarning oldini olish, uchinchidan shaharlar va qishloqlarning bosh rejasiga muvofiq rivojlanishini ta'minlash va nihoyat mulk soligi hisoblash tizimini adolatli va shaffof qilishdir. Bu o'zgarishlar natijasida endi sizning mulkingizdagi har bir metr kvadrat noqonuniy qurilish aniqlanadi va unga nisbatan qonuniy choralar ko'riladi. Shu sababli hukumat tomonidan ma'lum bir muddat, ya'ni amnistiya davri belgilandi. Bu davr mobaynida fuqarolar o'zlarining noqonuniy qurilishlarini yoki kadastr hujjatlaridagi kamchiliklarni yengillashtirilgan tartibda va minimal xarajatlar bilan qonuniylashtirish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Biroq bu imkoniyat tez orada, aynan 5 may kuni o'z nihoyasiga yetadi. 5 maydan keyin esa barcha notartib holatlar qonuniy javobgarlikka tortish va hatto mulkni buzish yoki davlat tasarrufiga o'tkazish kabi jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu juda ham muhimdir, chunki bu sizning uyingiz, sizning yeringiz va sizning kelajagingiz. Endi esa batafsilroq tahlil qilamiz. Nimalarni bilish kerak, kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanishi shart emas. Nimalarni bilishingiz kerak? Birinchidan, agar sizning yer uchastkangizda kadastr hujjatlarida ko'rsatilmagan biron bir qurilish obyekti mavjud bo'lsa, u darhol tekshirilishi kerak. Bu qo'shimcha xona, ayvon, garaj, do'kon, omborxona, hammom yoki hatto oddiygina hojatxona bo'lishi mumkin. Agar bu inshootlar uchun sizda rasmiy ruxsatnoma bo'lmasa va ular kadastr pasportingizda aks etmagan bo'lsa, ular noqonuniy hisoblanadi. Ikkinchidan, agar siz uyni sotib olganingizdan keyin yoki meros olganingizdan keyin kadastr hujjatlarini o'z nomingizga to'liq rasmiylashtirmagan bo'lsangiz, bu ham jiddiy muammo. Ko'pchilik notarius orqali oldi-sotdi shartnomasini qiladi-da, keyin kadastrni o'zgartirishni unutib qo'yadi. Natijada sizning mulkingiz haligacha eski egasining nomida turgan bo'lishi mumkin.
Uchinchidan, agar sizning kadastr hujjatlaringiz juda eski bo'lsa va oxirgi marta 2010 yildan oldin yangilangan bo'lsa, ular bugungi standartlarga mos kelmasligi ehtimoli bor. Ko'pgina eski hujjatlarda yerning aniq chegaralari yoki qurilishlar haqida to'liq ma'lumotlar yo'q edi. Kimlar xavotirlanishi kerak? 1. Noqonuniy qurilishlari bor fuqarolar, bu eng katta toifa. Deylik, Ahmad amaki shahar chetida joylashgan hovlisiga 15 yil oldin katta bir qo'shimcha xona qurgan. Bu xonani qurish uchun u hech qanday ruxsat olmagan va kadastr hujjatlariga kiritmagan. Oldinlari bu narsaga ko'p ham e'tibor berilmasdi. Endi esa Ahmad amakining bu noqonuniy qurilishi kadastr agentligining yangi tizimida aniq ko'rinib turibdi. Agar u 5 maygacha uni qonuniylashtirmasa, u katta miqdordagi jarima to'lashi yoki eng yomoni, ushbu qo'shimcha xonaning buzib tashlanishiga to'g'ri kelishi mumkin. Yoki bo'lmasa, Dilshod aka o'z uyining hovlisida kichik bir do'koncha qurgan. U ham ruxsatsiz qurilgan va kadastrda yo'q. Bunday holatda Dilshod aka ham tezda harakat qilishi shart. Bitti. Mulkini sotib olib, kadastrni o'zgartirmaganlar. Tasavvur qiling, Dilfuza opa 5 yil oldin bir uyni sotib olgan. U notarius orqali oldi-sotdi shartnomasini rasmiylashtirgan, lekin uyning kadastr pasportini va yerga bo'lgan huquqlarini o'z nomiga o'tkazishni unutib qo'ygan. Hozirda bu uyning kadastr hujjatlarida haligacha avvalgi egasining ismi turadi. Bu degani qonunan bu uy Dilfuza opaning mulki emas. Agar u 5 maygacha hujjatlarni o'z nomiga o'tkazmasa, u mulk huquqidan mahrum bo'lishi mumkin, chunki qonuniy egasi kim ekanligi bo'yicha nizolar kelib chiqadi. Avvalgi egasi vafot etsa yoki boshqa joyga qochib ketgan bo'lsa, vaziyat yanada murakkablashadi. O'chi. Meros qilib olgan mulklarni rasmiylashtirmaganlar. Yusuf aka ota-bobosidan qolgan katta yer uchastkasiga ega, lekin u bu yerni o'z nomiga rasmiylashtirmagan. Faqatgina qishloq fuqarolar yig'inidan berilgan oddiy bir hujjat bilan foydalanib kelgan. Endi bu yer ham davlat hisobida qaysidir shaxsga tegishli emas yoki notartib yer sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lishi mumkin. 5 maydan keyin bunday yerlar davlat tasarrufiga o'tkazilishi yoki jiddiy jarimalar undirilishi mumkin. 4. Mulkining texnik pasportida xatoliklar yoki eskirgan ma'lumotlar mavjud bo'lganlar. Farhodjonning uyining texnik pasportida qadimgi uyning plani ko'rsatilgan, lekin u keyinchalik uyni kengaytirib, yangi xonalar qo'shgan. Bu o'zgarishlar hujjatlarda aks etmagan. Endi Farhodjon ham o'zgarishlarni rasmiylashtirishi shart. 5. Yer uchastkasi chegaralari aniq belgilanmaganlar. Ba'zan qo'shnilar bilan yer chegaralari bo'yicha og'zaki kelishuvlar mavjud bo'ladi, lekin kadastrda bu aniq ko'rsatilmagan bo'lishi mumkin. Bu ham kelajakda qo'shnilar bilan nizolarga sabab bo'lishi mumkin, chunki yangi tizimda yerning har bir santimetri aniq hisobga olinadi. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Agar sizning mulkingizga tegishli barcha hujjatlar, ya'ni kadastr pasporti, mulk huquqini tasdiqlovchi guvohnoma to'liq tartibda bo'lsa, sizning yer uchastkangizdagi barcha binolar qonuniy ravishda qurilgan va kadastr hujjatlarida aks etgan bo'lsa, u holda siz xavotirlanishingiz shart emas. Agar siz yaqinda, masalan, oxirgi 5-6 yil ichida uyingizni sotib olgan bo'lsangiz va barcha hujjatlarni, shu jumladan kadastrni ham o'z nomingizga to'liq rasmiylashtirgan bo'lsangiz, siz ham xavfsiz. Qisqasi, agar sizning mulkingiz bilan bog'liq barcha hujjatlar hozirgi kundagi standartlarga to'liq mos keladigan bo'lsa, siz xotirjam bo'lishingiz mumkin. Endi esa o'zgarishlarga tegishli istisnolar, e'tibor berilishi kerak bo'lgan pitfalls, tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan noaniq jihatlar haqida so'z yuritamiz. Istisnolar. Har qanday qoidada bo'lgani kabi, bu yangi tartibda ham ayrim istisnolar mavjud. Masalan, agar sizning mulkingizdagi inshoot vaqtinchalik xarakterga ega bo'lsa, ya'ni yerga mustahkam o'rnatilmagan bo'lsa va uni istalgan vaqtda olib tashlash mumkin bo'lsa, u holda uni qonuniylashtirish shart bo'lmasligi mumkin. Misol uchun, oddiy yig'ma omborxona, vaqtinchalik yozgi oshxona yoki bolalar o'yin maydonchasi kabi inshootlar. Lekin bu holatda ham diqqatli bo'lish kerak. Kadastr idorasi yoki tegishli organ mutaxassislari har bir holatni alohida ko'rib chiqishadi. Agar hatto kichik bir inshoot ham poydevorga qurilgan bo'lsa va mustahkam deb hisoblansa, uni qonuniylashtirish talab etiladi.
Ba'zi qishloq xo'jaligi maqsadida foydalaniladigan yerlardagi yengil turdagi inshootlar uchun ham maxsus tartiblar mavjud bo'lishi mumkin, ammo bu ham mutaxassis bilan maslahatlashishni talab qiladi. Shuning uchun har qanday shubha tugilganida mutaxassisga murojaat qilish eng to'g'ri yo'l. Tuzoqlar, pitfalls. 1. Muddatni e'tiborsiz qoldirish. Bu eng katta tuzoq. Ko'pchilik menga tegishli emas, qandaydir yo'li topilar, hamma shunday yashayapti-ku kabi fikrlar bilan 5 may muddatini e'tiborsiz qoldirishi mumkin. Biroq bu muddat o'tib ketgandan so'ng yengillashtirilgan tartibda qonuniylashtirish imkoniyati butunlay yo'qoladi. Natijada siz nafaqat katta jarimalarga tortilasiz, balki noqonuniy qurilishlaringizni buzib tashlash to'g'risidagi sud qarorlariga ham duch kelishingiz mumkin. Bu degani siz o'z pulingizga qurilgan binolarni o'z pulingizga buzdirishga majbur bo'lasiz. 2. Kimdir men uchun qilib berar deb umid qilish. Ba'zi fuqarolar bu masalani keyinga surib, keyinroq qilarman yoki qo'shnim qilsa, men ham qilarman deb o'ylashadi. Biroq bu masalada faqat o'z shaxsiy javobgarligingizni his qilishingiz va o'zingiz harakat qilishingiz kerak. Hech kim sizning mulkingiz uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olmaydi. 3. Soxta maslahatchilar va vositachilar. Bunday paytda har doim turli xil firibgarlar va soxta vositachilar paydo bo'ladi. Ular sizga tez va oson yo'l bilan mulkingizni rasmiylashtirishni va'da qilishadi, lekin aslida sizdan katta pul undirib, hech qanday ishni bajarmasliklari mumkin. Bu kabi xizmatlarni taklif qilayotgan shaxslarning qonuniy faoliyatini tekshirishni unutmang. Faqatgina rasmiy idoralar va litsenziyaga ega tashkilotlar bilan ishlang. 4. Hujjatlarni noto'g'ri rasmiylashtirish, arizalarni noto'g'ri to'ldirish, kerakli hujjatlarni to'liq taqdim etmaslik yoki boshqa texnik xatolar tufayli arizangiz rad etilishi mumkin. Bu esa qimmatli vaqtni yo'qotishga olib keladi va muddat yaqinlashgani sari vaziyatni yanada murakkablashtiradi. Noaniq jihatlar va yashirin qoidalar. 1. Avvalgi egasi qonuniylashtirgan bo'lsa ham, endi siz javobgarsiz. Agar siz uyni sotib olgan bo'lsangiz va uyingizda avvalgi egasi tomonidan qurilgan noqonuniy inshootlar bo'lsa-da, u avvalgi egasining davrida muammo bo'lmagan bo'lsa ham, endi mulkning hozirgi egasi sifatida siz javobgarsiz. Shu sababli mulkni sotib olayotganda barcha hujjatlarni sinchiklab tekshirish va bino inshootlarning kadastr pasportiga mos kelishiga ishonch hosil qilish zarur edi. Agar buni ilgari qilmagan bo'lsangiz, hozir buning vaqti. 2. Imtiyozli davr tugashi bilan tartib og'irlashadi. 5 maygacha belgilangan amnistiya davri asosan soddalashtirilgan tartiblarni nazarda tutadi. Bu degani ushbu muddat ichida siz noqonuniy qurilishlarni ancha osonroq va kamroq byurokratik to'siqlar bilan qonuniylashtirishingiz mumkin. Muddat o'tgach esa bu jarayon ancha murakkablashadi. Ko'proq hujjatlar talab qilinishi, yuqori miqdorda to'lovlar undirilishi va har bir bosqichda ko'proq tekshiruvlar o'tkazilishi mumkin. Ba'zan hatto sud orqali qonuniylashtirishga to'g'ri kelishi ham mumkin. 3. Mulk qiymatiga ta'sir. Kadastr hujjatlarida aks etmagan noqonuniy qurilishlar mulkning bozor qiymatini sezilarli darajada pasaytiradi. Agar siz kelajakda uyingizni sotmoqchi bo'lsangiz, xaridorlar bunday noqonuniy inshootlar sababli mulkni arzonroq narxda sotib olishni talab qilishadi yoki umuman sotib olishdan bosh tortishlari mumkin. Chunki hech kim o'z uyida noqonuniy qurilishlar bilan bog'liq muammolarga duch kelishni istamaydi. 4. Kredit olish imkoniyati. Banklar va boshqa moliyaviy muassasalar kredit berishda mulkni garovga qo'yishni talab qilganda, mulkning to'liq kadastr hujjatlari va undagi barcha inshootlarning qonuniyligini tekshirishadi. Agar sizning mulkingizda noqonuniy qurilishlar mavjud bo'lsa, banklar uni garovga qabul qilmaydi va siz kredit olishda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelasiz. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz: amaliy maslahatlar. Bu qadamlarni diqqat bilan yodlab oling va tezda amalga oshirishga kirishing. Siz nima qilishingiz kerak? Amaliy qadamlar. 1. Bir qadam hujjatlaringizni tekshiring. Birinchi navbatda mulk huquqini tasdiqlovchi guvohnoma, kadastr pasporti va uyingizning texnik pasporti kabi barcha mavjud hujjatlaringizni to'plang. Bu hujjatlardagi ma'lumotlarni o'zingizning mulkingizdagi haqiqiy holat bilan solishtiring.
Yer uchastkangizning chegaralari qanday ko'rsatilgan? Uyingizning har bir xonasi, qo'shimcha binolar, garaj, oshxona va boshqa barcha inshootlar hujjatlarda aks etganmi? Agar sizning uyingizga keyinchalik qurilgan qo'shimcha binolar yoki o'zgartirishlar kadastr pasportida aks etmagan bo'lsa, bu degani sizning qonuniylashtirilishi kerak bo'lgan noqonuniy qurilishlaringiz bor. Agar siz uyni sotib olgan bo'lsangiz, kadastr hujjatlarida sizning nomingiz yozilganiga ishonch hosil qiling. 2 qadam aniqlovchi nomuvofiqliklar. Hujjatlarni tekshirish jarayonida aniqlangan barcha nomuvofiqliklar, ya'ni kadastrda ko'rsatilmagan qurilishlar, eski ma'lumotlar, meros qilib olib rasmiylashtirilmagan mulklar ro'yxatini tuzing. Masalan, sizning kadastr pasportingizda uyingiz 100 kvadrat metr deb ko'rsatilgan, lekin siz 20 kvadrat metrlik qo'shimcha xona qurganingizni aniqladingiz. Bu 20 kvadrat metr noqonuniy hisoblanadi. 3 qadam kerakli hujjatlarni to'plang. Sizning pasportingiz, asl nusxasi va nusxasi. Mulk huquqini tasdiqlovchi mavjud hujjatlar, kadastr pasporti, guvohnoma, avvalgi oldi-sotdi shartnomasi, meros guvohnomasi va hokazo. Agar noqonuniy qurilishni qonuniylashtirmoqchi bo'lsangiz, uning qurilishiga oid mavjud ruxsatnomalar, agar bo'lsa, qo'shnilarning rozilik xatlari, ayniqsa umumiy chegara bo'ylab qurilgan bo'lsa va inshootning fotosuratlari. Eslatma, ba'zi hollarda qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin. Masalan, oila a'zolarining roziligi, yer uchastkasiga oid arxiv ma'lumotlari. 4 qadam qayerga murojaat qilish kerak? Asosiy murojaat nuqtasi bu davlat xizmatlari markazlari TXM. Siz o'zingiz yashaydigan yoki mulkingiz joylashgan hududdagi davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishingiz mumkin. Bundan tashqari, ayrim xizmatlar uchun kadastr agentligining hududiy bo'linmalariga ham bevosita murojaat qilish talab etilishi mumkin. Eng qulay yo'li esa bu yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yetib.me.gov.uz orqali onlayn ariza yuborish. Ko'pgina jarayonlar hozirda raqamlashtirilgan bo'lib, uy sharoitida turib ham arizalarni topshirish imkoniyati mavjud. 5 qadam arizani qanday to'ldirish va nimalarga tayyor turish kerak? DXMga borganingizda tegishli shakldagi arizani to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Ariza blankalarini markaz xodimlari berishadi va to'ldirishda yordam berishadi. Onlayn ariza berishda esa portalda ko'rsatilgan qadamlarni bajarasiz. Ariza bilan birga 3 qadamda to'plagan barcha hujjatlarni taqdim etishingiz shart. Davlat boji to'lanadi. Bu to'lov miqdori qonuniylashtirilgan mulkning turiga va hajmiga qarab farq qiladi. Misol uchun, noqonuniy qurilishni qonuniylashtirish uchun bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobaridan 10 barobargacha miqdorda jarima soligi olinishi mumkin. Bundan tashqari, kadastr hujjatlarini yangilash uchun ham alohida to'lovlar mavjud. Arizangiz qabul qilingandan so'ng, kadastr agentligi mutaxassislari sizning mulkingizni joyiga chiqib o'rganishlari, o'lchov ishlarini o'tkazishlari mumkin. Bu tekshiruvga tayyor turing va ular bilan hamkorlik qiling. Barcha jarayonlar yakunlangach, sizga yangilangan kadastr pasporti va mulk huquqini tasdiqlovchi guvohnoma taqdim etiladi. Muddatiylikni unutmang. Yuqorida aytib o'tganimdek, bu jarayonlarni yakunlash uchun sizda juda kam vaqt, ya'ni 5 maygacha muddat qolgan. Bu muddat o'tib ketsa, keyinroq ishlarni tartibga solish ancha qiyin, uzoq va qimmatga tushadi. Balki ba'zi hollarda umuman imkonsiz ham bo'lib qoladi. Shuning uchun bugun, hoziroq bu ishga kirishing. Kechiktirishning oqibatlari juda jiddiy bo'lishi mumkin. Bir kundan bir kunga qoldirish o'zingizni katta xavf ostiga qo'yish bilan barobar. Aziz yurtdoshlar, bugungi videomizda sizlarga hayotiy muhim bo'lgan ma'lumotlarni yetkazishga harakat qildim. 5 mayga qadar amal qilib, mulk hujjatlaringizni to'liq tartibga soling. Bu sizning oilangizning osoyishtaligi, moliyaviy barqarorligi va kelajagi uchun juda muhimdir. Agar bu ishni o'z vaqtida qilmasangiz, sizni katta muammolar kutmoqda. Shuning uchun bir soniya ham kechiktirmang. Bu videoni do'stlaringizga, oila a'zolaringizga va qo'shnilaringizga yuboring. Kim biladi, ehtimol sizning birgina harakatingiz kimnidir katta muammodan qutqarib qoladi. O'z fikrlaringizni, savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Biz ularga javob berishga harakat qilamiz.
Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz siz uchun doimo eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha